Diqqat, tezkor xabar. Isroil AQSh bilan ajrashganini ma'lum qildi, lekin AQSh bu nikohni asrab qolishga urinmoqda. Navbatdagi siyosiy o'yin bilan tanishing. AQSh Eron bilan muzokaralar ostida tinchlikparvar ko'rinsa-da, lekin hamma qonli jinoyatlarni Isroil qo'li bilan amalga oshirishga urinyapti. Oq uy sahna ortida kelishuv o'ynayotgan bir vaqtda Isroil mudofaa vaziri Katz Eronning birinchi raqamli rahbari Mojtaba Xomanayni o'limga mahkum etilganlar ro'yxatiga kiritganini qo'rqmay e'lon qildi. Bunga javoban Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh prezidenti Donald Trampga Tel Avivdagi o'zining qo'lbola hayvonlarni jilovlashi shartligini, aks holda Eronning o'zi ularga harbiy maydonda saboq berishini va har qanday tahdidga muzokaralarsiz darhol vayronkor kuch bilan javob berilishini qat'iy ta'kidladi. Ushbu shov-shuvli keskinlik fonida Washington men ittifoqchimni gapga ko'ndira olmayapman degan soxta teatrni sahnalashtirmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu kecha AQSh bilan moliyaviy rishtalarni uzishini aytib, men Amerikaning yordamini to'xtatmoqchiman. Bu ijtimoiy sadaqaga o'xshaydi. Men buni xohlamayman. Yalpi ichki mahsulotlarimizning 1%ning bir qismini tashkil etadigan ushbu mablag'ni o'zimiz ham bemalol qoplay olamiz. Men bu jarayonning aynan shu yildan boshlanishini xohlayman deya go'yoki isyon ko'tardi. AQShning Isroildagi elchisi Mike Huckabee esa bu ikkiyuzlamachilikni hasboshlab ittifoqni mustahkam nikoh deb baholadi. Odamlar ajrashasizlarmi deya so'rashganda men hech qachon, chunki ajrashsak har ikki mamlakatga aliment og'ir keladi deb javob beraman deya bayonot berdi. Bu urushlar yetmagandek Isroil yana bir baloni boshlaydiganga o'xshaydi. Endi ochiqdan ochiq Turkiyaga tahdid qilishga o'tdi. Bundan kelib chiqadiki, Isroil urushni kengroq hududga yoysa, AQSh oppoq ko'rinib, Isroilga orqa fonda pismiqlarcha yordam berib turadiganga o'xshaydi. Lekin Isroilda saylov yaqin, balki vaziyat o'zgarar. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.